Ona tili darsi. O'g'limga darsliklar turkumidan. O'g'lim, tanib qolding oq-u qorani. Endi ertaklar ham seni aldamas. Yo'q joydan savollar topasan menga. Nega ona tili, ota tilimas? Bu haqda hech qachon ko'rmabman o'ylab. Qalbimni uyg'otdi bir ilohiy his. Bizning o'zagimiz ona ko'nglidir. Ona tili deya aytilmas bejiz. Bilsang, kindik qoning to'kilgan tuproq, mening dilim, sening uning dilidir. Agarchi vatanni onajon desak, bizning ona tili vatan tilidir. Bu tilda so'zlaydi o'zbek vijdoni. Va yana bor bunda dunyo havasi. Tinglasang keladi har so'z qatidan Navoiy boboyning o'tli nafasi. O'rgilay onajon degan tilingdan. Demak, ona tili joning tilidir. Mehr oqayotgan tomirlaringda ona tili buyuk qonning tilidir.